xavfsizlik masalasi bu qonimdan o'tgan, jonimdan o'tgan. O'sha 2010-yillar atrofi to'y bo'ldi bizda. To'ydan keyin xursandchilik, kelinni olib kelish. O'sha kun bir yomon hodisa bo'ldi. Kuyov o'zini mashinasida qo'shnini bolasini turtib oldi. Qo'shnining bolasi kasalxonada vafot qildi. Bu o'sha turtib odam qamaladimi, yo'qmi, ikkinchi planda edi. Nima uchun turar joy majmualarida bu narsalar sodir bo'lishi kerak degan narsa meni haligacha ichim tirnaydi. Va ana Xudo bizga shunaqa yo'l berdi. Bu nima deydi? Shu narsani oldini olishni bir qanaqadir kichkina tatbiq qilish mumkinligini menga ko'rsatdi va Humo turar joy majmuasini shunday loyihalashtirdikki, oldini yopib, orqasini yopib, yopiq turar joy majmuasi. Sizni bo'langiz shu yursa bo'ldi. Bemalol qo'yaverasiz. 100% xavfsizligi ta'minlanadi. 100%. Bitta mashin begona kirmaydi.